Salom aziz bolajonlar. Bugun biz bilan yangi savol-javob o'yini. Tayyormisiz? Ha, albatta. Boshlaymiz. Qani, bolajonlar, nega nonni bexosdan tashlab yubormaslik kerak? Chunki non eng ulug' ne'mat. Nega maktabga kechikmaslik muhim? Chunki vaqtida kelgan bola hamma narsaga ulguradi. Qani, kim aytadi? Nega kattalarning duosini olish yaxshi? Chunki duo bizga baraka keltiradi. Nega ishni oxiriga yetkazish kerak? Chunki bu mas'uliyatdir. Qani bolajonlar, nega har kuni yuz-qo'limizni yuvishimiz kerak? Chunki tozalik sog'lig'imizni saqlaydi. Nega qushlarga zarar bermaslik kerak? Chunki ular tabiatning bir bo'lagi. Qani, kim aytadi? Nega yangi narsani o'rganganimizda boshqalarga aytish foydali? Chunki bilim bo'lishganda ko'payadi. Nega qo'pol gapirish yomon? Chunki bu boshqalarning ko'nglini og'ritadi. Qani bolajonlar, nega ovqat yeyishdan oldin qo'l yuvamiz? Chunki bu mikroblardan saqlaydi. Nega isrof qilmaslik kerak? Chunki isrof barakani kamaytiradi. Qani bolajonlar, nega boshqalarning mulkiga tegmaslik kerak? Chunki u bizniki emas. Nega shirinlikni ko'p yemaymiz? Chunki bu tishlarimizga zarar qiladi. Qani, kim aytadi? Nega mevalarni yuvib yeyish kerak? Chunki ular chang va mikroblardan tozalanadi. Nega hamma bilan salomlashish yaxshi? Chunki salom do'stlik boshlanishi. Qani bolajonlar, nega televizorni uzoqdan ko'rish kerak? Chunki ko'zlarimiz sog'lom bo'ladi. Nega navbatda tartib bilan turish kerak? Chunki bu odob va intizom. Qani, kim aytadi? Nega tabassum qilish yaxshi? Chunki tabassum boshqalarga quvonch ulashadi. Nega yomon so'z ishlatmaslik kerak? Chunki bu odamlar orasida hurmatni yo'qotadi. Qani bolajonlar, nega qo'shni bolalar bilan yaxshi o'ynash kerak? Chunki bu do'stlikni mustahkamlaydi. Nega qiyin paytda yordam so'rashdan uyalmaymiz? Chunki yordam so'rash kuchsizlik emas, aqllilikdir. Juda ajoyib. Bugun yana ko'p foydali narsalarni o'rgandik.